Operatorlar bu ma'lumotlar, ya'ni biz o'tgan safar sizlar bilan o'zgaruvchilar ma'lumot turlari haqida gaplashdik. Xuddi shu ma'lumotlarning ustida ma'lum bir ishlar qilishga yordam beradigan narsalar operatorlar. Masalan, operatorlar ma'lumotlarni xotiraga yozish uchun kerak. Oddiy misol bu barobar. Hozir men sizga alohida fayl hosil qilib olamiz. Men operators.py ochib olyapman. Masalan, birinchi operatorimiz bu barobar hisoblanadi. Ya'ni barobar nima qilib beradi bizga? Ma'lumotni biriktirishga yordam beradi. X teng 10. Mana shu operator qiymatni o'zgaruvchiga biriktirib berish imkoniyatini beryapti. Xuddi shu narsa haqida. Ya'ni hozir aytganimda operator ma'lumotlarning ustida ma'lum bir amallarni bajarishga yordam beradigan narsalar. Xususan qo'shish, ayirish, ko'paytirish kabi amallarda ham bu operatorlari bor. Xuddi matematikadagi plyus minuslarimiz, ko'paytirishlarimiz, bo'lishlarimiz degandek. Shulardan boshlaydigan bo'lsak, operatorlar birinchi o'rinda arifmetik operatorlarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, arifmetik operatorlar bular mana shu operatorlarimiz hisoblanadi. Ya'ni xo'p, plyus bu qo'shish. Keling misollari bilan yozib ketamiz. Siz ham misollari bilan yozib ketsangiz yaxshi bo'ladi. Xo'p, minus ayirish, slash bu bo'lish. Misol uchun 4 2 ga bo'lsa necha bo'ladi? Yulduzcha ko'paytirish. Hop. Foiz belgisi bu. Bo'lganda qoldiqni olish. Misol uchun 5 ni 2 ga bo'lsak qoldiq qoladi. Ikkitali slash bo'ladigan bo'lsa, bu qoldiqsiz bo'lish. Ikkitali yulduzcha bo'lsa, bu daraja hisoblanadi. Masalan, 2 ni 10-darajasi. Tepadan pastga qarab tushadigan bo'lsak, plyus. Bu yerda hozir bizga 4 chiqadi. Keling, kodni ishga tushirib ko'ramiz. 4 chiqadi, sababi qo'shyapmiz. Keyingisida 2 dan 2 ni ayirsak 0 bo'ladi. 4 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak 2 bo'ladi. E'tibor bering, bu yerda 2.10 chiqyapti. Ya'ni bitta slashes bu dropni, ya'ni qoldiqi bilan, xonasi bilan birga bo'ladi. Endi ikkitali bo'lish bo'lsa, bu nabarot qoldiqsiz bo'ladi. Hop, yulduzcha demak ko'paytirish ekan, bu 8 bo'ladi. Foiz belgisi bo'lsa, bu bo'lganda qoldiq qoladimi yo'qmi? Qoldiq qoladigan bo'lsa, o'sha qoldiqni ko'rsatib beradi. Mana 5 ta foiz bilan 2 bo'lganimizda bir qoldiq qoladi. Endi ikkitali slash bu qoldiqsiz bo'lish. Ya'ni 5 ni 2 ga bo'lyapmizda, hech qanaqa qoldig'i qolmaydi, faqat butunni qaytaradi xolos. Ikkita yulduzcha bo'lsa, bu daraja. Mana 2 ni 10-darajasi 1024 bo'ladi yoki 2 ni 2-darajasi bu 4 bo'ladi. Xuddi shunaqangi holat. Bu hammasi arifmetik operatorlar deyiladi. Xo'p. Keyingi ko'rib chiqadigan operatorlarimiz bu двоичный operatorlarni tashlab o'tib ketib qolamizda. Qatorlar bilan birga ishlatilganda plyus bilan yulduzchamiz ozgina boshqacharoq ishlaydi Pythonda. Shu narsani ham ko'rsatib o'tib ketish kerak. Takrorlash, ya'ni takrorlab beradigan operatorlar bo'lib qoladi. Ya'ni qanaqa qilib? Masalan, agar sizda ikkita string bo'ladigan bo'lsa, bu ikkita stringni bir-biriga ulash plyus orqali bo'ladi. Ya'ni konkatenatsiya, ya'ni mana bunaqangi natija chiqadi. Salom, e'tibor bering, ikkalasini bir-biriga nima qilyapti? Ulab qo'yapti xolos. Lekin qatorlarga, ya'ni stringlarga yulduzcha ishlatadigan bo'lsangiz, bu endi nima bo'ladi? Ko'paytirish bo'ladi. Endi bizda mana bunaqangi natija bo'ladi. Qatorda shunchaki ko'paytirib yuboramiz xolos. Salomni 3 marta ko'paytir deyapmiz. Biz keyin salom bo'lib qolyapti. Qator bilan ishlatib turganimizda plyuslar konkatenatsiya ulash bo'lib ketar ekan, ya'ni bir-biriga qo'shish. Yulduzchamiz bo'lsa ko'paytirish bo'lib ketib qoladi. Shu narsani ham inobatga olib qo'yish kerak. Lekin boshqa amallar qator bilan string, ya'ni matn bilan nimani orasidagi hamma amallar bular Pythonda xatolikka olib keladi. Masalan, mana salomni 3 ga bo'laman deyapman. Bu sirazi xatolik, ya'ni string bilan integer o'rtasida bunaqangi ish qila olmaysan degan xatolikni olib keladi. Faqat shu plyus qatorlarni bir-biriga ulaveradi.
Yulduzcha bo'lsa shunchaki ularni ko'paytirib beradi. Xo'p, bundan tashqari in hamda not in kabi operatorlar bor. Bu operatorlarni xullas ketma-ketlik elementlari bilan birga ishlatib turganda ishlatamiz. Masalan, in operatori bu o'zi ingliz tilidan tarjima qilganimizda ichida degan ma'noni beradi-da. In operatorini biz Pythonda mavjudlikka tekshirish operatori desak ham bo'laveradi. Operatori. Ya'ni nima degani u desangiz, mana oddiy misol. Salom in salom nima gap degan matn. Agar buni o'qiydigan bo'lsak, to'g'ridan to'g'ri aytyapmiz, salom nima gapni ichida deyapmiz. In ichida degani-ku, to'g'rimi? Bu bizga in operatori nima deydi? True qaytaradi. Lekin masalan, here in salom nima gap deydigan bo'lsangiz, bu bizga false qaytaradi. Ya'ni bu holatda in operatori siz ko'rsatib turgan narsani, siz ko'rsatib turgan ketma-ketlikda ichidami yoki ichida emasmi? Mavjudmi, mavjud emasmi? Shunga tekshirib beradi. Not in bo'lsa nima bo'ladi? Mavjud emaslikka tekshirish. Ya'ni shuni teskarisi. Agar masalan mana shu here in salom nima gapni not in ga almashtirsak, o'zi not degani inkor degani, bu bizga nima deydi? True deydi. Rostdan here degan narsamiz salom nima gapni ichida emas. Bu hamma ketma-ketliklar bilan ishlaydi. Masalan, bu narsani siz oddiy massivlar ichida qilsangiz ham bo'ladi. Masalan, 2 3 4 5 bo'lsa, mana 3 in array desangiz, mana array o'zgarishimizda rostdan 3 soni bor va bu narsa bizga true deyapti. In hamda not in operatorlari ham ketma-ketliklar bilan birga ishlaydi va ular ham true yoki false qaytaradi. Endi qarang. Qiymatni biriktirish operatorlari bor. Operator присваивание. Barobarni ko'rib chiqdik eng boshda, x teng 10 deb. Bu qiymatni bitta o'zgaruvchiga biriktirib qo'yish edi. Lekin bularda ozgina bir-biridan farqi bor. Ya'ni boshqacha usullar, boshqacha variantlari ham bor. Masalan, agar bitta barobar bu ma'lum bir qiymatni biriktirish bo'lsa, uni sheriklari bor. Masalan, mana shunaqangi holatda y teng 20 deyapmizda, x plus teng 20. To есть y. Endi bizning holatimizda x qiymati necha chiqadi deb o'ylaysiz? X qiymati bizga mana kodni ishga tushirib ko'radigan bo'lsak, 30 chiqadi. O'zi x da shundoq ham 10 qiymat bor edi. Bu yerda plus teng mavjud qiymatga biriktirib, ya'ni qo'shib tenglash degan narsani beradi. Xo'p, buni mana bunaqangi tarzda yozib ketsak bo'ladi. Bu nima ekan? Qo'shib tenglash hisoblanadi. Endi xuddi shu narsalar qarang. Ayirib tenglash ham bor, minus teng bo'ladi. Hop, bu bo'lib tenglash ham bor yoki bo'lmasam ko'paytirib tenglash ham bor Pythonda. Ayirib tenglash bu nima dedik? Bo'lib tenglash. Bu bo'lsa ko'paytirib tenglash. Bularni hammasiga keling bitta misol yozib qo'yamiz. Masalan, x imiz qiymati 5 bo'lsa, qarang, ayirib tenglash qanaqa bo'ladi? X minus teng 2. Bizning holatimizda endi x imiz qiymati hozir 3 bo'lib qoladi. Sababi biz 2 ni ayirib yubordik-da, keyin yangi qiymatini nima qilib qo'ydik? Tenglab qo'ydik. Shuning uchun ham bu yerda bizga 3 chiqadi. Hop, 38-qatorda x qiymati 3 bo'lyapti. Buni tushundik. Endi qarang, buni bo'lib tenglab qo'yamiz. 3 ni 2 ga bo'lib tenglab qo'ysak, endi uni qiymati 1,5 bo'lib qolyapti. Bo'lib tenglash. Endi qarang, bizda 1,5 qolganda uni ko'paytirib tenglab qo'yamiz. Buning uchun mana yulduzcha teng. 2 ga ko'paytirib ham tenglab qo'yapmiz. Endi uje uni qiymati nima bo'lyapti? 3 bo'lyapti. Bularni hammasini o'zingiz terminalda o'shalar yozib ishga tushirib ko'rsangiz yaxshi bo'ladi. Hop. Bularda hozir aytganimizda operator присваивание deydi. Hop, bo'lganda qoldiqni tenglab qo'yish va qoldiqsiz bo'lib tenglash, shunga o'xshagan qiymatlarimiz ham bor. Hop. Ya'ni mana bunaqangi tarzda. Qarang. O'zi x ni qiymati 44-qatorda 5 bo'lyapti turuvdi. 45-qatorga o'tganda ikkita yulduzchamiz nima qilib berardi? Bu darajani belgilardi.
ya'ni 5 ning ikkinchi darajasini x ga tenglab qo'yapmiz va bu bizga 25 ta chiqaryapti. Xuddi shu asnoda bo'lib tenglashlar ham bor. Ya'ni masalan qoldiqsiz bo'lib tenglash. Masalan mana 2 ga qoldiqsiz bo'lyapmizda hamda tenglayapmiz. Endi qiymati nima bo'lyapti? 12 bo'lyapti. Ham qarang, x ni 2 ga bo'lyapmiz. Bu yerda ikkita operator bo'lganligi uchun значит ikkita ish bajarilyapti ekan. Ham qoldiqsiz bo'linyapti, ham shu qiymat o'zgaruvchiga qaytib nima qilib qo'yilyapti? Tenglab qo'yilyapti. Ya'ni biriktirib qo'yilyapti. Shuning uchun ham mana qiymati 12 chiqyapti. Xuddi shu narsa qoldiqsiz bo'lishda ham ishlaydi. 2 ga emas, 3 ga bo'laylik-da. 3 ga bo'ladigan bo'lsak, endi bizda mana bunaqangi natija bo'ladi. Bunda ham 0 bo'ladi. Ya'ni bo'lganimizda qoldiq qolmaydi. 3 ga bo'lsak ham, 5 ga bo'lsak qoldiq qoladi. Ana 2 qoldiq qoladi. Chunki foiz belgisi nima edi? Bu bo'lganda qoldiqni olish edi. Shu qoldiqni nima qilib qo'yapmiz? Mana x 12 edi qiymati. Biz uni 5 ga bo'lib qoldig'ini olyapmiz va bu narsani nima qilib qo'yapmiz? Bir vaqt o'zida tenglab ham qo'yapmiz. Shuning uchun ham x ning qiymati 2 bo'lib qolyapti. Xo'p, demak bu operatorlar nima dedik? Hop, qiymatni biriktirish operatorlarini boshqacharoqlari. O'zi qiymatni biriktirish operatori barobar. Shu boshqa operator yo'q aslida. Lekin bular o'sha ham bo'lib, ham ko'paytirib, ham ayirib tenglab bera olganligi uchun bular ham operator присвоения, ya'ni qiymatni biriktirish operatorlari deyiladi. Hop, endi qarang, biz shu vaqtgacha qiymatlarimizni, ma'lumotlarimiz ustida mana bu amallarni bajara olsak, qo'shish, ayirish, ko'paytirish va hokazo. Endi biz ularni shartli tenglab yoki taqqoslab ko'rishimiz mumkin. Ya'ni shart operatorlar yoki условный operatorlar mana позволяет в зависимости от значения логического выражения выполнять отдельный участок программы или наоборот не выполнять его deyapti. Ya'ni ma'lum bir shartga qarab, sizning shartingizga qarab turib, o'sha ishni bajarish yoki bajarmaslik, o'sha qiymatni ustida nimadir amalni qilish yoki nimadir amalni qilmaslikni belgilab bera oladigan operatorlar haqida gaplashar ekanmiz. Masalan, tenglash operatorlarini ko'rib chiqamiz. Ya'ni taqqoslash operatorlar, tenglash demaylik, taqqoslash bir-biriga solishtirib ko'rish imkoniyatini beradigan 2 ta, 3 ta, 4 ta qiymatni bir-biriga solishtirib ko'rish imkoniyatini beradigan operatorlar haqida gaplashamiz. Hop. Bular endi qanaqa operatorlar? Birinchi o'rinda tengni ko'rib chiqamiz. 2 teng 2 ga. Hop, bu yerda bitta narsani bilish kerak. Operator сравнения, ya'ni taqqoslash operatorlari hop, bular taqqoslash operatorlari edi. Hop. Bular qiymatni biriktirish operatorlari edi. Hop. Bular arifmetik operatorlar. Bular ketma-ketlikka tekshiradigan operatorlar edi. Bular qiymatni biriktirish operatorlari bo'ldi va biz endi siz bilan taqqoslash operatorlarini ko'rib chiqyapmiz. Taqqoslash operatorlari hozir aytganimdek 2 ta, 3 ta yoki bo'lmasam 2 undan oshiq qiymatlarda bir-biriga taqqoslab ko'rish uchun, solishtirib ko'rish uchun ishlatiladi va bu operatorlar doim nima qaytaradi? Doim yo true yoki plus false qiymatni natija sifatida qaytaradi bu operatorlar. Demak, birinchi o'rinda teng operatorini ko'rib chiqamiz. Bu true. Ikkinchisi teng emas. Teng emas operatori mana ikkita barobaringiz tenglikka tekshirsa, undov belgisi barobar operatoringiz ikkala qiymatingizni teng emaslikka tekshiradi. Hozir 2 2 ga teng emasmi? Savol? Yo'q, unaqa emas. Sababi ikkalasi bir-biriga teng, shuning uchun ham bu operator bizga false qaytaradi. Xuddi shu narsalar, masalan, matnlar uchun ham ishlashi mumkin. Masalan, qarang. Siz bilan bizda mana bunaqangi matn bo'lsin, mana salom teng salomga. Bu narsa bizga nima deydi? True deydi, rost deydi. Mana ishga tushirib ko'rishimiz mumkin. Rostdan shunaqa. Lekin qarang, xuddi shu ishni mana bu bilan bajarsak, bu bizga endi nima deydi? Bilasizmi? False deydi. Sababi
ikkalasi bir-biriga teng emas. Mana bunda S harfi katta. Значит, belgi umuman boshqa belgi. Bundagi belgilar bilan bir xil emas. Teng operator shunaqa ishlaydi. Lekin xuddi shu uchun teng emas ishlatsangiz, bu narsa bizga true deydi. Rostdan ikkalasi bir-biriga teng emas. Yana darsni davom etadigan bo'lsak, bizda katta va kichik operatorlar bor. Bu narsani matematikadan ham juda yaxshi bilasiz. Masalan, 2 katta 1 dan bu rost, true. Lekin 1 katta 2 dan bu false, noto'g'ri. Va qarang, katta yoki teng yoki kichik yoki teng operatorlari ham bor. Endi xuddi mana ayirib tenglash, ko'paytirib tenglashda bo'lgani kabi bu yerda ham ikkita shart tekshirilyapti. Ya'ni mana bu ko'rsatgan qiymatimiz kattalikka hamda tenglikka tekshirilyapti. Bu yerda ikkita shart bo'lyapti, e'tibor bersangiz. Ya'ni 2 birdan katta yoki teng. Bu rost, sababi katta. Naborot 1 2 birdan kichik yoki teng. Bu endi nima? False deyapti. Endi qarab turing, mana shu joyda, mana xuddi shu ifodani 2 ga o'zgartirsam, bu narsa true deydi, rost deydi. Sababi, qarang, 2 2 dan kichkina emas, lekin nima? Teng. Shuning uchun ham bu operatorimiz true, rost qaytaraveradi. Mana oxirgi natijamiz ham true chiqyapti. Katta yoki teng, kichik yoki teng, teng emas. In hamda not in operatorlarni ko'rib chiqdik. Siz bilan keling, ist ko'rib chiqarganmiz. Is hamda is not degan operatorni. In not inlarni ko'rib chiqqan bo'lsak, hop, demak ist ko'rib chiqamiz. Is qanday ishlaydi? Masalan, x 10 ga teng, y ham 10 ga teng. Is operatori, hop, x is y deydigan bo'lsak, bu bizga true deydi. Ya'ni bu operator qanday ishlaydi desiz? Проверяет, ссылаются ли две переменные на один и тот же объект. Ya'ni ikkita o'zgaruvchingiz ham bir xil qiymatga, ya'ni operativ xotirada bir xil qiymatga yo'l ko'rsatsa, is operatori true deydi, rost deydi. Yoki soddaroq aytadigan bo'lsak, is bu kabi, ya'ni xuddi shunday degan ma'nolarni beradi o'zi, ingliz tilidan tarjima qilsak ham. Ya'ni biz aytyapmiz-da, x bu y deyapmiz. Rostdan shunaqa, sababi 10 bu 10 degandek ma'noni beradi. Hozir biz 67-chi, 68-chi qatorlarimizda shunaqa narsa, shunaqa ifoda keladi. Bu rost. Lekin qarang, bizda z qo'shilib qolsa, uni qiymati umuman boshqacha bo'lsa va mana x is z deydigan bo'lsangiz, bu narsa bizga false deydi. Sababi ikkalasi ham boshqa qiymatlarga manzil ko'rsatadi. Ya'ni bu o'zgaruvchiman, bu o'zgaruvchiman operativ xotirada saqlanib turgan umuman har xil qiymatlarga manzil ko'rsatganligi uchun ular bir-biriga o'xshash emas. Shuning uchun ham is operatori noto'g'ri deydi. Lekin is not bor. Is not bu, ya'ni ikkalasi bir xil manzilga yo'l ko'rsatmasligini tekshirib berganligi uchun bu narsa bizga true qaytaradi. Ya'ni rostdan x imiz z emas. Ya'ni 5 imiz 10 emas. Shuning uchun ham bu narsa bizga o'sha true qiymat qaytaradi. Is not bularda ham ko'rib chiqdik. Ana endi logitskiy, ya'ni mantiqiy bo'lgan and, or hamda not mantiqiy operatorlarni ko'rib chiqamiz. Bular endi hozir aytganimdek mantiqiy operatorlar bo'ladi. Mantiqiy operatorlar degani bu ha yoki yo'qqa javob bo'ladigan operatorlar. O'zi shundoq ham hamma operatorlarimiz e'tibor bersangiz, true yoki false, rost yoki yolg'on, ha yoki yo'qni qaytaryapti. Lekin bular aniq, mana real hayotdan, o'zi oddiy gaplashishimizdan olib qaraydigan bo'lsak ham, rostdan shunaqa nima desam bo'ladi, ma'noni beradi. Oddiy misol, siz bilan keling, birinchi o'rinda mantiqiy va ni ko'rib chiqamiz. Mantiqiy va qanday ishlaydi? Mantiqiy va'miz. Hop. Mantiqiy va bu and operator bo'ladi Pythonda. Mantiqiy yoki or operatori bo'ladi. Hop. Oddiy mantiqiy va ni ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu tasavvur qiling, siz do'konga kiryapsiz, do'kondan kiyim sotib olmoqchisiz, ko'ylak sotib olmoqchisiz va sotuvchiga aytyapsiz: "Menga oq va qora ko'ylak bering" deyapsiz. Nima qiladi sotuvchi? Oq ko'ylakni ham, qora ko'ylakni ham olib chiqish kerak bo'ladi, topib kelish kerak bo'ladi sizga. Shartingiz shunaqa bo'lyapti. Va operatori
berilayotgan qiymatlarni ikkalasi ham rost ekanligida ishlaydi, bo'lmasa ishlamaydi. Bizning holatimizda bu narsa qarang, mana bunaqangi tarzda tekshirsak bo'ladi. Bir katta 0 dan. Bu rostmi? Ha, rost. Va and va 2 katta 1 dan. Misol uchun bu narsa bizga nima deyapti? True deyapti, rost deyapti. Rostdan shunaqa. Bu shartim ham, ya'ni 1 0 dan katta, 2 1 dan ham katta. Bu narsamiz rost bo'lganligi uchun bu true qaytaryapti. Lekin masalan 0 katta 1 dan deb qo'yapman. Ya'ni bu yerda qarang, birinchi shartim rost, ikkinchi shartim bo'lsa nima-yu? False, yolg'on. Bunda qarang, mana bunaqangi holat bo'lyapti-da. Siz kiryapsiz do'konga, menga oq va qora ko'ylak bering desiz, do'konchi nima qilyapti? Oq ko'ylak topyapti, qora ko'ylak topa olmayapti. Значит, siz shartingiz bajarilmayapti. Shuning uchun ham and operatori false qiymat bo'lsa, uni bajarmaydi. Ya'ni o'zi ham nima qiladi? False qiymat qaytaradi. Lekin or ozgina boshqacharoq ishlaydi. Bir katta 0 dan yoki 0 katta 1 dan. Mana bu ifodalarga ham e'tibor bering. Bu ifodada 1 katta 0 dan bu rost, true, or yoki 0 katta 1 dan. Bu yolg'on, false. Bunda nima bo'ladi? Masalan, sotuvchiga kirib turib siz aytyapsiz-da, menga oq yoki qora ko'ylak bering deyapsiz. Endi sotuvchi nima qiladi? Oq ko'ylak topsa ham, qora ko'ylak topsa ham siz shartingiz bajarilgan bo'ladi. Chunki siz yo unisi yo bunisi dedingiz-da. Mantiqiy yoki ham shunaqa ishlaydi. Bu yerda men 1 dan 1 0 katta 0 katta 1 dan 1 katta 0 dan va hokazo deyapman. Siz buni o'rniga nima desangiz bo'ladi? Masalan, foydalanuvchining yoshi 18 dan katta bo'lsa yoki 16 dan katta bo'lsa. Shunga o'xshaganda endi bu yerda nima desam bo'ladi? Keltiradigan misollar ko'p. Or ya'ni yoki operator shunaqa ishlaydi. Endi notga keladigan bo'lsak, mantiqiy notga. Siz true qiymat, ya'ni rost qiymat beradigan bo'lsangiz, uni false qilib beradi. False qiymat beradigan bo'lsangiz, uni true qilib beradi. Ya'ni qanaqa shaklda ishlaydi? Buni teskarisini qilasiz. Siz aytgan narsangiz teskarisi, ya'ni emas deysiz, bu shunaqa. Masalan, rost emas desiz, bu gaping rost emas deydigan bo'lsangiz, nima bo'ladi u gap? Siz nazarda yolg'on bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni bu not inkor, teskarisini qilib beradi. 1 katta 0 dan bu rost, true, lekin natija nima bo'lyapti? False deyapti. Endi qarang. Uzr. To'g'ri, false, keyin bunisi true bo'ladi. Ikkinchi oxirgi qatorda nima deyapman? Not emas, 1 0 1 dan katta. 0 1 dan katta emas. To'g'ri, u false. Lekin nima deyapti? Yolg'on emas deyapti. Значит, u true. Xuddi shunaqangi tarzda ishlaydi. Not ular soddaroq aytganda uni teskarisini qaytarib berib turadi. Hop. Demak, hozir sizlar bilan biz nimalarni ko'rib chiqdik? Sizlar bilan biz arifmetik amallarni ko'rib chiqdik Pythonda. Bu o'sha qo'shish, ayirish, bo'lish, ko'paytirish, bo'lganda qoldiq olish, qoldiqsiz bo'lish, darajasini olish, shunga o'xshagan qiymatlar. Undan tashqari konkatenatsiya, ya'ni qatorlarni bir-biriga ulash bilan qatorlarni ko'paytirishda plyus bilan yulduzchalar ishlatishni ko'rib chiqdik. Lekin bo'lish bilan foizli bo'lish yoki shunga o'xshagan amallar Pythonda ayirish xatolikka olib keladi. Ya'ni string bilan integer orasida bunaqangi amal bajara olmaysan degan type errorni olasiz. In hamda not in operatorlarini ko'rib chiqdik. Bu ketma-ketlikning ichida siz ko'rsatgan narsani bor yoki yo'qligini tekshirib beradigan narsalar edi. Qolaversa, qiymatni birіктirish operatorlarini, ya'ni o'zgaruvchiga siz qiymat biriktirishingizga yordam beradigan operatorlarni ko'rib chiqdik. Bu o'sha birinchi o'rinda barobar, keyin qo'shib tenglash, ayirib tenglash, ko'paytirib, bo'lib tenglash, shunga o'xshagan qiymatni biriktirish operatorlarini ko'rib chiqdik va taqqoslash operatorlarini ham ko'rib chiqdik. Bunda biz ikkita qiymatni bir-biriga tengligini, teng emasligini, katta, kichkina, katta yoki teng, kichik yoki teng, shunga o'xshagan bir-biriga solishtirish imkoniyatini beradigan operatorlarni ko'rib chiqdik. Va is hamda is not operatorlarini, ya'ni ikkita o'zgaruvchingiz operativ xotiradagi bir xil qiymatga manzil ko'rsatyaptimi, ya'ni qiymat bir xilmi, bir xil emasmi, shunga tekshirib bera oladigan nima deydi, operatorlarni ham ko'rib chiqdik. Bularning ham o'z o'rni bor. Xuddi tenga o'xshaydi-yu, tenga tekshirib qo'ysa bo'ldi degan savol tug'ilishi mumkin. Yo'q, bularda o'zini ishlatadigan dasturda o'rni bor. Va oxirida siz bilan mantiqiy operatorlarni ko'rib chiqyapmiz. Mantiqiy operatorlarda mantiqiy va hamda mantiqiy
or yoki hamda not emas inkor operatorlarini ko'rib chiqdik. Bu operatorlar orqali siz endi bitta qiymatni bir-biriga taqqoslashingiz emas, endi bir nechta qiymatlarni bir-biriga taqqoslash imkoniyatini beradi. Shu narsaga ham e'tibor bersangiz bo'ladi. Masalan, katta yoki kichkinada bor yo'g'i ikkita qiymatni bir-biriga tekshirasiz. Kattami, kichkinami, umi, bumi. Endi and or notlar bilan nima qilsa bo'ladi? And bilan or bilan aniqrog'i. U bilan endi bir nechta qiymatlarni bir-biriga solishtirsangiz bo'ladi. U katta bo'lib qolsa, bu kichkina bo'lib qolsa, shunda nimadir qil degan, ya'ni qaysidir amalni bajarish yoki bajarmaslik imkoniyatini belgilab bera oladi bu narsalar. Ya'ni o'zi true yoki false, ya'ni rost yoki yolg'on qiymatlar qaytarish orqali. Xullas, xuddi shunaqangi operatorlarni ko'rib chiqdik.